Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Maliya Ministri Scott Bessent çarşamba günü Beyjingning nadir yer asti mineral moddalarga qo'ygan cheklamасini qattiq til bilan tanqid qilgan. Hindiston vaqti xabar torining 18 oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, Amerika Maliya Ministri Scott Bessent çarşamba günü Beyjingning nadir yer asti mineral moddalarga qo'ygan cheklamасini qattiq bir til bilan tanqid qilib, Xitoy dunyoga qarshi degan va Amerika va uning ittifoqdoshlarining Xitoyning kontroli, boshqarishi ostida qolmasligi kerakligini aytgan. Bessent Washingtonda o'tkazilgan xalqaro pul fondi va Dunyo bankisining kuzlik yig'inida muxbirlarning so'ragan savoliga javob berib, agar Xitoy hukumatidagi ba'zi kishilar umidsizlantiradigan harakatlar va iqtisodiy majburlash orqali dunyo iqtisodining suratini ostlatmoqchi bo'lsa, Xitoy iqtisodi eng ko'p ziyonga uchraydi. Bu Xitoy bilan dunyo o'rtasidagi kurash desak xatolashmaymiz. Biz birlikda ishlab, xatarni azaytib, ta'minlash zanjirimizni imkon qadar tez suratda Xitoydan yiroqlashtirishimiz kerak degan. Uning so'zlari Beyjingning nadir tuproq moddalariga qarata kontrol siyosatini yo'lga qo'ygandan va Amerikaning Xitoy mollariga 100% boj qo'yish noyabrdan boshlab umumiy bojni 130% ga ko'tarish tahdidini solgandan keyin kelgan. U Xitoydagi ichki siyosiy dinamikalarni tilga olib, bu cheklimlarning Beyjingning savdo atritining bo'linishini keltirib chiqarmasligining aniqsizligi, ammo Xitoyning qalaymaganchiligining vakolatchisi bo'lishni maqsad qildiganlik qarashini rad qilgan. Amerika agar Xitoyning kemilari uchun haq olishni davomlashtirsa, Xitoy yer shari sistemasida qalaymaganchilik paydo qiladi degan. Va men Xitoyning qalaymaganchiligining vakolatchisi bo'lishini xohlaydiganligiga ishonmayman. Agar Xitoy kam uchraydigan tuproq moddalari eksport cheklamasini yo'lga qo'yishni kechiktirsa, Washington texmi yuqori tamojna bejini vaqtincha uzartishni o'ylashi mumkin degan. Prezident Donald Trumpning ikkinchi navbatlik vazifa o'tash muddati ichida ikki davlat o'rtasidagi savdo jiddiyligi keskinlashgan. Trump oldingi oyda Xitoy tovarlarining tamojna bejini 3 xonalik saviyaga o'stirib, pul muomala bozorini qalayimqalashtirib, Amerika-Xitoy munosabatini jiddiylashtirayotganligini aytib tahdid solgan. Xitoy hozir yer sharidagi oz uchraydigan yer osti mineral moddalarini qazishning 70% va 90% ga yaqin pishiqlab ishlashni kontrol qilib, elektr uskunalari, yerim o'tkazgich va mudofaa qatorliq dunyo yasamachiligida intayin muhim kasblarga g'oyat zo'r tayanch bergan. Buningdan ilgari Bessent dushanba kuni Fox savdo shirkati bilan suhbatlashganda Beyjingning bu harakatini dunyo iqtisodiga bevosita xaris deb atagan. U Amerikaning Xitoyning mudofaa, to'qliq mashina va elektron mahsulotlari uchun intayin muhim bo'lgan kam uchraydigan hukmronligini yurgizishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlagan. Sharq Turkiston surgunda hukumati Salih Xudoyarning Sharq Turkistonni tunishtirgan Amerika strategiyasining cho'qim Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashi kerakligi, buning uchun qilishga tegishli ishlarini Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi turi va uning maqsadini tushuntirgan bayonotini o'rtoqlashib, Amerika Xitoyning qaroqchiligini, vahshiyligini haqiqiy mag'lub qilmoqchi bo'lsa, cho'qim Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash orqali ishg'oliyat ostidagi bir davlatni qutqizib, Beyjingning ojiz nuqtasini nishonga olib, Beyjing paydo qilayotgan besimni yo'qotishi kerak. Amerika besimdan xoli bir dunyo uchun darhol harakatga kelishi kerak dedi. Yevropa Xitoy parlament a'zolari yig'ini Ukraina Rossiya urushi haqidagi kelisholmaslik sababidan o'ngishli bo'lmagan. Yevropa Birligi aktiv xabar torining 17 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy parlament a'zolari payshanba kuni Brusselda o'tkazilgan yig'inda Yevropa parlamentining a'zolariga Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining mavjud bo'lmasligi kerakligini aytgan va Rossiyaning Ukraina urushiga bo'lgan ko'z qarashini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy vakillar o'miki bilan Yevropa parlamentidagi 3 soat davomlashgan yig'in Beyjingning bu yilning beshida Yevropa parlamentining hozirgi va sobiq a'zolariga qartilgan jazoni bekor qilish qaroriga amal qilgandan keyin 7 yildan keyin tunji qatim o'tkazilgan. Xitoy taraf Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining qonunliqligidan gumonlangan. Vakillar o'mkiga riyosatchilik qilgan Erkin Germaniya parlament a'zosi Engin Eroğlu yig'in jarayonida ikki taraf Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining mavjud bo'lishi huquqidan gumonlandi. Men azaldan bundaq usulda oshkor ifodalanganligini anglab boqmagan edim.
Xitoy nuqtasidan aytganda, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining Sovet ittifoqi oxirlashgandan keyin mavjud bo'lib turishining sababi yo'q. Rossiyaning Ukraina va Sharqiy Yevropa davlatlariga qilgan tajovuzchiligini ko'zda tutganda, buning bema'ni ekanligini bayqadim degan. Slovakiyadan kelgan Yevropa parlamentining o'ngchi a'zosi Maryam Leksman Sharq Turkiston va Tibetdagi kultur va diniy bostirishni, Hongkongdagi inson haqlari dafsanchiligini tanqidlagan bo'lsa-mu, hech qanday natijaga erisholmagan. Yeshillar partiyasining yana bir parlament a'zosi Marketa Gregorova ijtimoiy axborot supisi X'dagi bayonotida Xitoy prezidentining o'zining to'qinishda betaraf ekanligi va har qaysi davlatlarning zimin butunligiga hurmat qilinishi kerakligini rasmiy bayon qilishi odamning ishongusini keltirmaydi. Ammo keyin uning parlament vakillari bu yerga kelib Rossiyaning tashviqotini takrorlaydi degan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Xitoy katiboshlari Yevropa birligidagi millat vakillariga Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining mavjud bo'lmasligi kerakligini aytib, Sharq Turkiston, Tibet, Hongkong haqida so'ralgan savollarga javob bermay o'tkazibdi. Angin Aroğlu buning burun ommaning oldida tilga ilinganligini anglamagan edim dedi. Bu bir dialog emas, faqat inkor va o'tkazib o'tish edi dedi. Turkiya Yangi Shafaq gazetining muxbiri, jurnalist, yozuvchi Taha Qilich Sharq Turkistonni ziyorat qilib, haqiqatlarni anglatdi. Turkiya Yangi Shafaq gazetining muxbiri, jurnalist, yozuvchi Taha Qilich 2025 yili 6 oyda Qozog'iston orqali yolg'iz bir sayohatchi sifatida Sharq Turkistonga berib, G'ulja, Qashqar, Atush, Xotan, Turpan, Urumchi qatorliq shahar viloyatlarni ziyorat qilib, ko'rgan, anglagan, his qilganlardan Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonni 1949 yili ishg'ol qilib olganligini, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni gavdalantirgan, Xitoy nashr qilishni cheklagan g'oyib jug'rofiyaning izida Sharq Turkiston sayohatnomasi nomli bir kitobni yozib, Turkiyada o'ngishliq nashrdan chiqarib, kitobxonlarning o'qishiga sungan. İstanbulda yashayotgan Sharq Turkistonliklar bir yerga jam bo'lib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati va yozilgan kitob haqida ilmiy suhbat uyushtirgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati barliq Sharq Turkistonliklarga vakolatan jurnalist, yozuvchi Taha Qilichga rahmat aytadi va Turkiya hukumatining Türk xalqining Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib besib olganligini, mustamlika va osmonlasi, shundaqla yaqinqi 10 yildan oshgan vaqtdan beri yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik vahshiy siyosatini ayblashini, Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlika ishg'ol qilib olganligini, shundaqla irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashini talab qiladi. İrfan qo'shuni mamlakatimizning, millatimizning va umumiy xalqimizning baxt saodatiga to'sqinlik qilib kelgan va to'sqinlik qilayotgan qiyin bir dushmanimiz bor. Asrlar bo'yi o'z qo'ynida xalqimizni falokatdan halokatga, saodatdan safolatga tortib ketayotgan bu dushmanning nomi hammaga ma'lum bo'lganidek jaholatdir. Bu jaholat bir butun mavjudligimizni yo'qlikqa, to'g'ridan to'g'ri halokatga ilib bormoqda. Bu qo'rqinchli tahlikadan qutulish uchun büyük bir qo'shinga ehtiyojligimiz. Ushbu qo'shin bo'lsa, ilm-irfon qo'shinidir. İlim-irfon qo'shini kelajagimizning yagona yo'lanchigi va yagona uludir. Bir millat irfon qo'shiniga ega bo'lmaguncha saodat yuzi ko'rolmaydi. Millatlar orasida o'zining insonlik o'rnini saqlab qola olmaydi. Millatimizni, xalqimizni va davlatimizni saodatga, abadiy salomatga ega qilamiz deyotganmiz. Hukumat va xalq birlikda qo'l tutishib, vaqt zoya qilmasdan to'liq va talabga loyiq bir ilm-irfon qo'shiniga ega bo'lish majburiyatimizning borligini unutmasligimiz, buning uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Hukumat o'zining yaxshi niyat va to'g'ri siyosat olib berayotganligini ko'rsatish uchun o'tmishdagi xatoliklarni va kamchiliklarini to'nigan holda o'lkamizning ta'lim-tarbiya va ma'rif sistemasini sog'lom bir programmaga bog'lashi va buni qat'iylik bilan amalga oshirishi lozim. Xalqimizmo kelajak naslining fikr, ilm, san'at, fan-u nasihat va axloq beg'ida yetishgan sog'lom avlodlardan bo'lishini istasa, o'rinsiz va chorasiz ah-voh qilishni bas qilib, ma'rif yo'liga safarbar bo'lishlari kerak. Hukumat bilan xalq bir safda turib harakat qilgandala, mamlakatga, millatga va davlatga foydali bir irfon qo'shinini borliqqa keltirgili bo'ladi. Buningsiz hech bir maqsadga yetish mumkin emas. Manba Erik gazeti 782 son 1949 yili 19 may.
Uyg'urchaga ag'durg'uchi Burhan Muhammad. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.